Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi chiroyli qilib bitkizilgan yangi obyektimiz. Ko'rib turganimizdek akalar, suvoqarlari, turbatarnovlarni mo'kri qilib berganmiz, bag'dagi kaziroklarni polni oq va nержавейка ishlatib chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Tashqari akoshkasiga xuddi shunaqa qilib 10 sm pechenni, tashqarilariga bakavinkalarni qo'yib chiroyli qilib bitkizib berildi. Ko'rib turganingizdek akalar, yon kaziroklarni ham 3D qilib bitkizib berganmiz. Va akalar, e'tiborimizni ichkari naves qismiga tortamiz akalar. Ko'rib turganimizdek, naves qismlarini, chekkalarini dela qilib, chiroyli qilib ishlab bitkizib berganmiz va akalar o'rta qismini ko'rib turganimizdek, xuddi shunaqa qilib patnis qilib, o'rtalariga nержавейка palasalarni qo'yib bitkizib berganmiz. Chiroqlarni ham o'zimiz chiroyli qilib o'rnatib berdik, dumaloq chiroqlardan. Akalar, ustun o'ralishlariga ham yaxshilab ahamiyat berib qo'yganmiz. Choklarini ham cho'tka qilib chiqazib berilgan va mana shu burilgan joyiga e'tibor beramiz akalar. Delasi ham hamma narsasi chiroyli bo'lib, bir xilda burilib o'tib ketgan. Va akalar, tashqari kazirogimizni ham xuddi shunaqa 3D fasonda delni qilib chiqarib berganmiz. Burilishlari ham bir xilda chiroyli bo'lib chiqqan. Akalar, ishlarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, like, podpiska yozish esdan chiqmasin. Akalar, sizlarga ham xuddi shunaqa chiroyli tunuka fon ishlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarni ham uchastkalarni xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib chiqazib berishga harakat qilamiz. Va akalar, eslatib o'tamiz, biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agarda respublikada, ya'ni Toshkentda ishlaring bo'lsa ham, bemalol akalar, bizning sheriklarimiz bor, chiqazib berilaveradi Toshkentga ham. Va bag'ida ham akalar chiroyli qilib navessasini chiqazib berganmiz. Buni ham chekkalarini dela, o'rtalarini patnis qilib, nержавейка palasalardan chiroyli qilib qo'yib bitkizib berganmiz akalar. Akoshkasiga mana shunaqa jalyuzilarni chiroyli qilib o'rnatib berdik. Akalar, e'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Eslatib o'tamiz, like, podpiska, komment yozish esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar.